Mana shu ko'rib turganingiz Qirqiz saroyi bo'ladi. Bu yerda 40 ta qiz saqlangan tipi. Endi bilmadim nima qilgan 40 ta qiz yig'ilib olib. Endi spaxona ochganmi endi bilmadim. Nimadir qilganda xullas 40 ta qiz bo'lganda shu yerda. 40 ta qizni saroyi. Endi qamoyim bironta podshoni kanizaklari bo'lishi mumkin. Toshli qiz emas. Xullas, hozir o'sha yerga sayohat qilamiz. Bizni kuzatib boring. Onasi demişsin, bu yerini 40 kız saroyi emas, 40 kız ishlatxonasi qilib tashlagan-ku. Qara sigaret pachkalar, mana bu yerda vlaj salfetkalar yotibdi. Bunalar nemsin, bu yerda nima qilgan bo'lsa endi? Ha. Tarixiy joyda ham haligi ko'chalar qonga to'lgan kechalar aytmoqchi yana bir gap. Bu hammasi shunchaki chorni yumr. Bu biz hozir aytayotgan gaplar hammasi hazil uchun, qiziqarli bo'lish uchun aytilayotgan gaplar. Bu aslida unaqa emas. Bu tarixiy joy va bu narsani noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu qiziq bo'lish uchun prikolni qilib gapirilyapti. Atak unaqa joy emas. Yana negativchilar kirib olib, kim narsa yozyapmanglar. Oldin aytib qo'yay. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz 40 qizning qaysidirining xonasi bo'lsa kerak. Lekin bu yerga bitta qiz emas, kamida bir 5 ta qiz yotqizsa bo'ladi. Mana bu yerda garderob qo'ygan. Yopib tashlabdi. Mana bu yerda qolonlarni uyi. Bu yerda 40 ta qiz saqlangan deydi, lekin onasini hepsini 4 taraf ochiqda. Bu saqlab bo'lmaydi, unaqada 4 ta qizni. O'tlab ketib qoladi. Mana bu tarafda bor, narigi tarafda bor. Vot. Siz nima o'ylaysizlar? Saqlab bo'ladimi? Mana bu yerda ham katta xonalar bo'lgan. Hozir bir plashatka bo'lib qolgan, hamma joy ochiq.
bu yugurib quvlamoqchi o'ynasa bo'ladi. Endi balki shunaqa joydir. Yana bilmaylik, lekin bu xona bo'lgan bo'lishi aniq. Chunki mana bu devorlar, lekin devorlar shunchalik qalinki, onalarning hamsi bu tarafda bo'layotgani u tarafga ovoz eshitilmaydi. Haligi fohish ishlar boshqarilayotgan payti bu xonadagi odam bu xonadagi ovozni eshitmaydi-da, chunki 2 metrda devor. U dinozavr bo'lmaydimi? Baribir eshitilmaydi. Qancha baqirtirsa ham. Hazil. Da, mana bu yerda kirish joyida resepsiyon bor ekan. Qabul qilayotgan, klient qabul qilayotgan joy. Hozir ko'rsataman resepsiyonda. Mana bu yerda resepsiyon qo'yilgan. Klient shu yerda qabul qilganda ichkari kirgizgan.